Tun yarmida Andijon shahrida Gentra rusumli avtomashina haydovchisi yo'l qoidalarini qo'pol ravishda buzib, yo'lning qarama-qarshi tomoniga chiqib harakatlanadi. Tasvirga olinayotgan jarayon esa bir necha kun o'tib ijtimoiy tarmoqlarda aylana boshladi. Internet olamida tarqalgan yo'l harakat qoidabuzarligi video tasvirlari jamoatchilik muhokamasiga sabab bo'ldi. Andijon viloyati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor surishtiruv ishlari olib borilib, voqea tafsilotlari aniqlandi. Ijtimoiy tarmoqlarga sizdirilgan qo'pol qoidabuzarlik aks etgan video tasvirlar o'rganilganida hodisa Andijon shahrining Mashrab ko'chasida sodir bo'lgani ma'lum bo'ldi. Olib borilgan tekshiruv ishlariga ko'ra, Gentra rusumli avtomashinani 2004-yilda tug'ilgan fuqaro boshqarib kelgan. U o'ziga tegishli bo'lmagan hujjatsiz avtomobilda drift qilish niyatida yo'lning qayrilib olish qismidagi beton to'siqdan o'tib, yo'lning qarshi tomoniga chiqib ketgan. Ayni shu paytda belgilangan joydan orqaga Cobalt rusumli avtomashina bilan to'qnashib, yo'l transport hodisasini sodir etgan. Hodisa oqibatida hech bir haydovchi yoki yo'lovchi tan jarohati olmagan, biroq har ikki mashina texnik shikast olgan. Eng qizig'i, ichki ishlar organlariga xabar berish o'rniga haydovchilar o'zaro kelishib, hodisa joyini tark etishgan. Andijon shahar avtosoz ustaxonasiga elektrikka tashlab ketganman, Abdulhaqqa. Kechroq o'zi telefon qilyapti, mashinani shunaqa urib oldim deyapti. Keyin Cobalt'ni egasi bilan kelishgan holatda usta qilib beradigan bo'ldi hamma yo'g'ini. Yuridik hech narsa chaqirmagan, hech narsa qilinmagan. Drift harakatini amalga oshirgan Gentra haydovchisi voqeani o'z telefoniga yozib olgan va oradan bir necha kun o'tgach ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgan. Yo'l harakati xavfsizligi bo'limi tomonidan holat tahlil qilinib, voqea ishtirokchilari aniqlandi. Hozirda hodisa yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, materiallar jinoyat ishlari bo'yicha Andijon shahar sudiga yuborilgan. Men avtosozda elektrik bo'lib ishlayman. Men u mashinani minib chiqib, ish tugagandan keyin elektr xizmatlarini tugatib, kech payt aylangani chiqqanman. Qarama-qarshi yo'nalishga chiqqanman. Instagramga video olish uchun o'zini yo'lida to'g'ri kelayotgan Cobalt'ni telefonga chalg'ib ko'rmay avariya qilganman, urganman. Mana mashinada streshniga kelib avariya bo'lib ketdim. Noldan oxirigacha mashinani tuzatib beraman o'zim. Ikkala mashinani ham ziyonini qoplab, hamma yo'g'ini qilib berganman. 40 million, 50 million atrofida pul ketdi. Tajribasiz haydovchi tomonidan uyushtirilgan tungi drift tasodifiy ehtiyotsizlik bir lahzada og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin edi. O'tkazilgan tezkor surishtiruv davomida ushbu transport vositalari hamda haydovchilar aniqlanib, ularga qonunda belgilangan tartibda tegishli choralar ko'rildi va to'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha Andijon shahar sudiga yuborildi. Bu kun Akmal Mo'ydinov, Andijon.